Samsung A13 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumotim manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 5000 mAh. Lilon batareyalar tizimi mavjud. 15 vatt quvvatlagich talab qiladi. 15 vattdan kam bo'lgan quvvatlagichga ulash tavsiya qilinmaydi va telefon batareyasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud emas. Tezkor quvvatlash mavjud. 27% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olishi uchun 2 soat 18 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 52 daqiqa, video tomosha qilganda 13 soat 18 daqiqa, o'yinlar o'ynaganda 5 soat 46 daqiqa, kutish rejimida 127 soat, umumiy avtonomiy holatda esa 23 soat 56 daqiqa kerak bo'ladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, izohlarimizni yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.